Bugungi videomizda biz nomer oshkor ko'rib chiqamiz. Undan oldin poiskga Dexi bot deb qidirib olamiz. Dexi bot deb qidirganimizda birinchida kelib chiqadi. O'sha botga kirib olamiz va birinchi bo'lib raqam olishda nomer olish bo'limini bosa olamiz. Bu yerda shartlar bor. Shu rasmiy Telegramdan emas, boshqa Telegramdan foydalaninglar. Hozir Amerika nomerini olib ko'ramiz. Spam emasmi shu tekshirib ko'radi. Keyin esa raqamni tanlaymiz. Sotib olish bosganimizdan keyin biz nomer bilan o'shani nusxalab olib, Telegramda hisob qo'shish bo'limi bor. O'sha yerda hisob qo'shish orqali o'zimizga Amerika nomerini qo'shib olamiz. Biroz kutamiz. Mana kod bor edi. Endi botga qaytib kirib olamiz. Yangi kodni olish degan joyi bor. Boy ko'rgan bo'lsangiz, o'shani kod olindi deydi. Sizga xabar keladi. Hozir kutib turganingizda mana keldi. Ikki bosqichli parol qo'yilgan bo'ladi. Ikki bosqichli parol qo'yilib, birinchi bo'lib raqamni kiritib olamiz. Bizga 5 ta raqam beriladi o'zi. Kiritib olamiz. Kiritib olganimizdan so'ng boyagi ikki bosqich parolni shu joyga yozamiz. Mana yozib ham oldik. Mana ko'rganingizdek, o'sha Amerika nomeriga kirdik. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu nomer bilan boshqa to'g'ridan olgan bo'lsangiz bo'ladi. Botimizda va yana boshqa xizmatlar ham bor. Telegramga obunachi reaksiya ko'rishlar, Instagramga obunachi ko'rishlar, yoqtirishlar, izohlar, repost har